alaykum aziz yurtdoshlarimiz, omon-omonning qadrli muxlislari. Kayfiyatingiz zo'r, kuningiz yaxshi boshlanishi uchun bizdan uzoqlashmang. To'g'ri, Kumushxon juda to'g'ri so'zlar aytdingiz. Demak, kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, albatta siz Meni yurtim telekanali Omon-omon dasturini ko'ryapsiz. Agar birozgina hali uyqu sizni tark etmayotgan bo'lsa, demak, hoziroq Omon-omon dasturini jonli efirni kuzatishingiz kerak va televizor ovozini balandroq qilishingiz kerak. Biz esa butun O'zbekistonga yana bir bora assalomu alaykum deymiz. Yoki yana bitta sabab bo'lishi mumkin. Agar kayfiyatda ozgina yetishmovchilik bo'lgan bo'lsa, biz o'zimiz endi boshlagan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni sanoqli daqiqalar ichida siz haqiqiy kayfiyatni aynan mana shu dastur orqali topasiz. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Yana bir tongni Mening yurtim telekanali bilan birgalikda qarshi olganingizdan baxtiyormiz. 2025-yilning 29-oktyabr sanasi va bugun uchun reja qilgan qanday rejalaringiz bo'lsa, barchasi ko'ngildagidek amalga oshishiga tilakdoshmiz. Buni qaranglar, bir pas oktyabrni ham yakunlayapmiz. 29-oktyabr. Xo'ishoning Rustamбек yo'lda kelayotganda kumush ishonasizmi? Yil oxiriga deyarli yetib qo'yibmiz dedim, chunki 2 oy qoldi. Mana kechagidek esimda, yangi yilda hali nimalar bo'lganligi, kim uyiga mehmonga borganligimiz, farzandlarimni qanday kutib oldingiz degan savollar bor edi. Xuddi shunaqa. Tez kunda yana shunaqa savollar boshlanadi. Mana 2025-yil deyarli tugatib qo'ydik. Aynan mana shu yil uchun nimalarni reja qilgan bo'lsangiz, sanoqli 60 kundan ziyod kun qoldi xolos do'stlar. Ulgurib qolishga harakat qiling va o'sha kunlarning birini zo'r kayfiyatda boshlashingiz uchun omon-omon efirda. Albatta, bizni kim qayerda kuzatyapti, o'zingizni manzilingizni yozib qoldiring va faqat bizga shunday tuyulyaptimi, vaqt juda tez o'tayotgandek bo'lyapti, go'yoki yil emas, bir 6 oycha o'tgandek taxminimda. Fikrlaringizni yozib qoldiring. Agarda biror bir insonlaringizni yaqin insonlaringizda tug'ilgan kun bo'lsa, ajoyib oilaviy tantanalar bo'lsa, ularni ham tabrik so'zlarini yozib qo'ysangiz, ularni biz Meni yurtim telekanali Omon-omon dasturi ijodkorlari nomidan ham muborakbod etamiz. SMS xabarlarni o'qiymiz. Men esa har doimgidek o'z vazifamni bajaraman. Nima ham derdingiz, endi yomg'ir yog'di deysiz endi. Balki yomg'ir yog'mas, ko'ramiz hozir ob-havo ma'lumotlarini. Bugun, ya'ni 29-oktyabr kuni Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab biroz yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundaga 5-10 metr tezlikda esadi. Harorat kunduzi 20-22 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. Nahotki biz qorga yetib kelgan bo'lsak. Biz hozir nima haqida gaplashdik? Hozir nima haqida gaplashdik? Sekinroq yetib keladi. Qorni ko'rganimdan keyin his qildim. Shu miyani hali yarmi uyqudanmi deyman-da. Ob-havo ma'lumotlarining davomli qismida kecha kunduzi avtomashinasini yuvgan yurtdoshlarimiz bugun yana yuving. Kecha ular pushaymon bo'lishgan yuvishganiga. Ma'lumotlarda biz davom etamiz. Toshkent aeroportida yangilangan uchib kelish zali ochildi. Toshkent xalqaro aeroportida rekonstruksiya ishlari yana bir bosqichi yakunlandi. Aeroportning asosiy uchib kelish zali qo'shimcha 2200 kvadrat metrga kengaytirildi. Ochiq terrasa va uchib ketish terminalida yangi VIP zal ochildi. 200 o'rindiqqa ega kutib oluvchilar hududi maydoni esa 5000 kvadrat metrga teng. Avvalgi yillarda kutib oluvchilar zal ichkarisiga kira olmasdilar. Bu muammo bartaraf etildi. Bugungi kunda qolaversa ular uchun hududda oziq-ovqat, qahvaxonalar, muzqaymoq va gul do'konlari ham tashkil etilgan. Ajoyib. Albatta, Toshkent aeroporti bunga juda ham muhtoj edi va oxirgi paytlar qatnovlar soni juda ham kengayganligini inobatga oladigan bo'lsak, bu ayni muddao bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Menda esa yana bir o'ziga xos quvonarli xabar. Rustamjon Qosimjonov lavozimga tayinlandi. Demak, xalqaro grossmeyster 2004-yildagi FIDE jahon chempioni Rustam Qosimjonov shaxmat bo'yicha O'zbekiston erkaklar milliy terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi. Bu haqda mamlakat shaxmat federatsiyasi matbuot xizmati ma'lum qiladi.
qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Ularni albatta tabriklaymiz. Albatta va o'z ishining ustalaridan bu kabi yangiliklarni qarshi olish albatta quvonarli, chunki natija ham, shogirdlarning natijasi ham shunga yarasha bo'lib boradi. Yana balki adashayotgan bo'lishi mumkindir, lekin O'zbekistonda shaxmatni rivojlanishi yoki bo'lmasam dunyo katta sahnalariga chiqishiga Rustam Qosimjonovning o'rinlari, hissalari juda katta. Aynan ularni o'sha ketma-ket g'alabalarni biz tinglaganmiz. Juda kichkina paytimizda bola bo'lganmiz, xuddi shunday. Men nazarimda to'laqonli ravishda haqqoniy bo'lgan va keling har narsani hozir tarixiga nazar tashlayapmiz. Qo'limizdagi bugungi kundagi ushbu telefonlar tarixiga ham nazar tashlasak, hozir hammamizga juda ham qulay, oson, lekin bundan bir necha 100 yillar avval ushbu telefonlar taksafon ko'rinishida bo'lgan. Suratni hozir namoyish etamiz. Ushbu taksafonlarni eslaysizmi? Juda muhim aloqa vositalari bo'lgan, yodingizga tushdi meni nazarimda. Hozirda ular faqat retro eksponat sifatida muzeylarda saqlanmoqda. Bu surat ayrim muxlislarimizni yoshliklarini, talabalik yillarini yodga solgan bo'lishi mumkin. Qurilma 20-asrning o'rtalarida juda keng tarqalgan bo'lib, odamlar ko'chada, vokzalda yoki muassasalarda turib qo'ng'iroq qilish uchun foydalanishgan. Birinchi telefon avtomati esa, ya'ni taksafon 1889-yilda AQShda William Gray tomonidan ixtiro qilingan. Qo'ng'iroq qilish uchun to'lov tangasi, ya'ni eslasangiz kopeykalar solingan. Qarang, o'sha paytda ham sho'x bolalar bo'lgan ekan, kumushga o'xshagan. Albatta, ular temir disklarni solib ko'rishgan, ishlatish uchun, lekin baribir ishlamagan. Yoki tangalarni, to'g'rimi? Yoki tangalarni. Albatta, yoki bo'lmasam ziragingizni o'sha bir qismidan foydalangan holda qo'ng'iroq qilib ko'rishmoqchi bo'lishgan, lekin hozirgi kunda mana shunday imkoniyatlarimiz bor. Qadrli do'stlar, bizda mana shunday a'lo kayfiyat bilan ana endi men nazarimda mehmonlarimizni chorlasak bo'ladi va albatta ular tomonidan jarang sochadigan tarona, ular tomonidan dildan qilinadigan suhbat barchangizga zavq baxsh etadi. Bugun boshqacha bo'ladi, azizlar. Demak, qadrli do'stlar, omon-omon sahnasida ustozimiz o'zlarini jajji farzandlari bilan yangi yulduz desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Muqimiy teatrni barcha repertuarni deyarli yodlab olgan bu bolachamiz. Hozir o'zingiz yaqindan tanishasiz. Demak, qarshi olamiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Turg'un Beknazarov hamda ularni dilbandlari. Marhamat, qarshi oling. Guldiroz qarsaklaringiz sadosi. Assalomu alaykum ustoz. Xayrli bo'lsin. Rustamjon, omonmisiz? Yaxshi keldingizmi? Saydakbar katta o'q qo'yganini qarang. Assalomu alaykum ustoz, salomatmisiz? Saydakbar Turg'unov. Ay! Ertalabdan kayfiyatimizni ko'tardingiz yana ham. Rahmat, rahmat. Hali bu boshlanishi deng ustoz. Hali boshlanishi. Biz mazza qilib raqsga tushdik, lekin bizdan ham ko'ra siz mazza qildingiz. Siz Ana marhamat. chiroyli raqsga tushdingiz lekin. Bu hali boshlanishi. Bu ham boshlanishi. Endi ko'rasiz. Lekin sizlarga ishlaringga gap yo'q. Ongozondan turib xalqimizga xursandchilik, Rahmat. chiroyli suhbatlar, chiroyli san'at ahlini tanishtirib, shularni ijoni bilan bahramand qilasizlar. Katta rahmat sizlarga. Ham tong safardan Charchamanglar. tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo. Va bizdan kam bo'lmagan holda erta tongdan uyqudan voz kechib, kamiga farzandni uyqudan voz kechtirib, Mana 1 soat oldin. mana bu mas'uliyat deydi. Xursandmiz. Va biz mana bugun maktabdan qoldilar. Maktabdan qoldilar, o'qituvchisi aytibdiki, mayli qolasan, lekin o'sha bir ona to'g'risida she'ringni aytib bersang, shu bilan so'ng o'zingni darsdan qolganingni oqlaysan. Mayli, darsdan qolganimiz. Saydakbar. Bitta, ketdik. Ketdik. Tingla ona, bu galgi yurak so'zimni. Senga bag'ishladim, senga onajon. Nafaqat so'zim, qalbim qo'rini. Senga bag'ishladim, senga onajon. Bir kechalik allang hurmati, 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Rozi edim onajon, iloji bo'lsa, senga qo'shib bersa mening umrimni. Oralab qolibmish sochlaringda oq. Ol mening sochlarim qoralarini. Tishlaring tushibdi, o'ksinma biroq. Ol mening tishlarim saralarini. Kelay, bag'rimga bosay, ey nuri diydan. Oppoq sochlaringdan o'pay volidan.
senga ta'zim qilsin zamin u zamon, sen bunga haqlisan aziz onajon. Qoyil. Qoyil. Vaqtimizga onajonlarimiz omon bo'lsin. Sog' bo'lsin. Said Akbarni men oxirgi marta ko'rganimda 3 yosh ekan. 3 yosh ekan. Yilni o'tishini qarang. Turg'un akamni xonadonlarda syomka tasvirga olish jarayonlariga borganimda kichkinagina bolacha edi. Hozir katta yigit bo'lib qopti, qoyil. Maktab o'quvchisi. Maktabga bordi-da, maktabga bordi. Bog'chadan keyin maktab sal yoqmadi. Nima qilib boraman, o'qib. Men aytdim, bog'chada uxlayman, ovqatlab beradi. Men aytdim, bunga ham bir kun borgin, o'rganib qolasan keyin. Juda yaxshi o'rganasan sen. Keldida papkani oldi. 10 yil bor ekanman u. Sizlar meni aldab. 10 yil bor ekanman. O'sha bir kun boshlanishi edi-da. Mana bu boshlanishi. Bugun kunni oldin ishlatamiz shekilli Bu bo'lgan. o'zi hamma narsani boshlanishi bo'lyapti. She'rni ijrosida sizni ta'siringiz yaxshiligini his qilyapmiz. Yodlatdingizmi yoki yodlab bo'lgandan keyin ijroni o'rgatdingizmi? Yo'q, bitta gapda, Rustamjon. Masalan, men mashinada ketaveraman, maqom eshitaman doim. Mashinamda boshqa muzika yo'q. Shu chiroyli maqomlarni qo'yib qo'yaman bosh. Keyin uyda kirib, bitta xonaga kirib olib, rollarimni yodlayman. Bu juda ham zehnlida. Shu eshikning orqasida taqillatib turadi-da. Nima qilib, nima gap? Adam mana bitta aytay deydi. She'riy narsalar bo'lmasa. Ha aytay deydi. Mana hozir bitta nimani maqom bitta aytaylik, ketdik. Qarang, odamlar 5 yil o'qiydi. Bu biz Xudoga shukr, Yuqtirgan. eshitib turib yodlagan. Qonida bor, qonida. Ulkun Janon o'zni tabon aylading. Ram dam darada dam dam. Ulkun janon o'zni tabon aylading. Ram dam darada dam dam. Abrichinda nalan aylading. Ram dam darada dam dam. Abrichinda nalan aylading. Ana. Qoyil. Demak, san'at yo'lidan ketaman desalar yo'q demaysiz. Yo'q, kim bo'lasiz? Niyatim Kim bo'lasiz? Aktyor. endi aytmoqchi edim. Niyati bor o'zi Said Akbar. Aktyor bo'laman. O'zingdan chiqqan baloga qayerga borasan? Va hozir mana ko'ryapmiz. Mana 7 yoshli farzandlarimiz bilan yoki bo'lmasa ham jiyanlarimiz bilan taqqoslayapmiz-da qaysidir ma'noda. Yosh birozgina katta bo'lganda farzand baribir boshqacha tug'ilar ekanda, aqlliroq, zehni o'tkirroq bo'lar ekanda, to'g'rimi? Omon-omondan men juda xursand bo'layapman. Anvarjon ishlardi aziz. Birinchi buni tanitgan shu omon-omon ko'rsatuvi bo'ladi. Eng katta yangiligingiz bo'lib kelganlarda Kelganda o'shanda kelib turishi Turg'un aka, bitta o'g'il, bitta qizim bor degansiz. Bu nimada bir intervyuda 3 ta tuvardi, 2 ta o'g'il tuvardi. Endi ikkinchisini ham aytasiz deganda. Sirlar ochildi. Charchamayapsizlarmi o'zlaringiz? Rahmat ustoz, rahmat. Yana sizni har doim ko'rganimda shuni so'rayman deyman ustoz. Bir xalqimizni qon-qoniga singib ketgan bir gap bor. Hali-haligacha bu gapni ishlatishadi. Sanoatingga bak degan gapingizni. Shu bu Charxpalak serialida. Charxpalak serialida aytilgan. Rahmatli Shavkat aka Jumadullayev chaqirgan rejissor rahmatli. Shunaqa shunda Turg'un sanga bitta rol bor, ha? Borsam bunday qilasam bunday deb yozilgan. Toshkent shahridan bir guruh otarchilar keldi deb yozilgan. Nimada rolda? Ssenariyda. Ha, ssenariyda. Shularni keldi, mana bularning san'atidan bahramand bo'lasizlar. Men aytdim, ustozim bitta voqea bo'lgan, shuni aytib bering. Haqiqatda Samarqandda konsertimizdan keyin Naim Pala bor boshqa bir rais chiqib, uni oldiga tuzum payt shunday chiqib turib, mana Toshkent shahridan Muqimiy nomli kinoteatrdan bir guruh sanoatchilar keldi deganda. Va shu bilan kulgi bo'lgan, boshqa bo'lgan. Keyin hammamiz kulib, shunday bo'lgan desam, bo'ldi. Shunday bo'ladi dedilar. Shu gapni ayting dedi. Shu gapni ayting, bitta raislarga, shu haliga ommalashib ketdi-da shu gap.
sanoat degan. Qoyil. kerakli bo'lgan voqeani, kerakli bo'lgan jumlani kerakli joyda ishlab Eslab qolish. aktyorni qobiliyati. Endi o'z vaqtida ma'lum qilgan ekansizda o'zingiz. Ha. Hamma aktyorlar o'tiribdi hozir bu yoqda xohlaymizmi yo'qmi baribir kuzatamizda insonlarni baribir Ko'rgan prototiplar tortiladi, O'sha topiladi. san'at bilan sanoatni farqiga bormaydiganlar bor. Sanoat deganda mana bir guruh sanoatchilar. Keyin hali naim ham bir kulib yubordim, bunday qilib sizni ham sanoatingiz zo'r. Qoyil. Albatta bu kabi kayfiyat bizda kun davomida hamroh bo'lsin deymiz do'stlar. Suhbatimiz birozdan so'ng yana davom etadi. Hozir esa sahifaga navbat bermoqchimiz. Adolatovlar oilasi. Aha, zo'r sanoatdan birgalikda bahramand bo'lamiz. Marhamat. Bugun eng yaxshi kun. Uni qanday bo'lishi esa o'zingizga bog'liq. Eng muhimi to'xtab qolmang. Doimo omon-omon bilan harakatda bo'ling. Kadr ortida juda ham zo'r qiziqarli suhbatlar bo'lyapti. Hozir boshqa mehmonlarimiz bilan xalqimizni ardog'idagi, suyugidagi bo'lgan insonlar ham ijodkorlar, ustozlarimiz tashrif buyurishgan. Biz sekin chekkaroqqa o'tib, darrov sizlarning yozgan nomalaringlarni egalariga yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Ulgurishimiz kerak, diqqat qilasiz. Marhamat. Assalomu alaykum, omon-omon ko'rsatuv ijodkorlari, ko'rsatuv ijodkorlariga xayrli tong. Turg'un aka Beknazarovga alohida salom yo'llaymiz. Ko'rganlardan juda ham ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Bahodir aka, Rustamjon Kumushxon, sizlarga omad, ijodingizga rivoj, mazza qilib tomosha qilyapmiz. 63-sonli maktab direktori Dilmurod Bo'ronovdan hamma butun O'zbekistonga salom deyaptilar. Dilmurod akam salomlarni yetkazdik. Assalomu alaykum hammaga, omon-omon ijodkorlar, Bahodirjon, Rustamjon Kumushxon sizlarga alangali salomlarimiz. Qashqadaryodan Qahramon Poyonov doimiy muxlislarimizdan birlari bizga SMS taqdim etganlar. Shamsiddin aka bizga yozyaptilar. Assalomu alaykum. Namangan Uchqo'rg'ondan kuzatyapmiz sizni. Ijodkorlarimizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Bu 7 yosh bolami yoki 17 yoshmi deb savol berishdi. Shuncha Albatta she'r. uddalayotganlari 17 yoshga tortyapti. Davom etamiz. Mavzunaxon Tojikistondan omon-omon ko'rsatuv ijodkorlariga alangali salom. Barchangizni yaxshi ko'ramiz debdilar. Rahmat. Bugun Tojikiston haqida alohida suhbatlar bo'ladi. Dastur davomida albatta kuzatishingizni tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum. Sevimlilarimiz, xayrli tong. Boshlangan kuningiz fayzli, barokatli bo'lsin. Olmos shaharchasidan Hurriyatman. Hurriyatxondan butun O'zbekistonga salomlarimizni yo'llaymiz. Nafisaxon tabriklab qo'yinglar. Iltimos, Forish, Deriston qishlog'idan Mohidil doimiy muxlisingizmiz. Yetqazdingiz-a? 2 marta o'qib yordik, mana ko'rdingizmi? Tanish. Ba'zi shunaqasi ham bo'lib turadi. Shunchalik bo'lsin. Hop, keyingi SMS. Assalomu alaykum omon-omon ijodkorlari. Va alaykum assalom. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Mehmonga alohida salomlar, o'g'illarining ijodlariga ham omad tilaymiz. Sog' salomat bo'lsinlar. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidan muxlisingiz Sultonposhsha deb SMSga yakun yasabdilar. Xuddi Turg'un akamga o'xshab ertalab soat 5 dan bizga SMS yozganlar bor. Ya'ni kevorganlar bor. Xurshidaxon Yo'ldasheva bizga yozyaptilar. Assalomu alaykum qadrdonlarim, omonmisiz? Bugun Muhabbatxon Aminovani tug'ilgan kunlari, iltimos tabriklab qo'ying. Ustoz boringizga shukr, shogirdlaringiz baxtiga hamisha sog' omon bo'ling deb bizga Xurshidaxon o'zlarini ustozlarini tabriklamoqdalar. Keyingi SMS ham Andijondan taqdim etilgan. Andijon viloyati Asaka shahridan Toshmatov Rustambek 38 yoshingiz muborak bo'lsin. Hamisha sog' salomat bo'ling. Oilaviy baxt, chiroyli hayot, farzandlar rohati, orzu-havaslaringizning ijobatini tilab qolamiz. Barcha sinfdoshlar nomidan deya Zuhro Yulduz bizga ushbu SMSni taqdim etganlar. Assalomu alaykum. Omon-omon ko'rsatuv ijodkorlari. Dadajonimni bugun tug'ilgan kunlari. Suyun bobo 70 yoshga kirdilar. Iltimos tabriklab qo'ying onajonim bilan. Baxtimizga sog' omon bo'lsinlar. Mana bizni oramizda ham 70 yoshda ham hali ham sahnada zabardast turib qo'shiqlar aytib, jonli ovozda ham, ijrolarda ham omon-omon studiyasini zirillatayotganlar bor oramizda. Albatta. Ular uzoq bo'lsin. Yoshingizga baraka tilaymiz. Xo'p, keyingisi efir juda ham chiroyli bo'lyapti. A'lo kayfiyat sizlarni tark etmasin. Sizlarga katta rahmat aytamiz. Hurmatimiz cheksiz deganlar. Muxlislarimizdan biri Murodjonovna 85 nickname ostida taqdim etilgan SMSda. Keyingisi assalomu alaykum. Bugun o'g'lim IELTS topshiradilar debdilar. Juda ham muhim kun ekan. Sizlarga omad tilaymiz. Farzandingiz uchun eng xayrli kunlardan biri bo'lishiga tilakdoshimiz.
Hali mehmonlarimiz juda ham ko'p. Hozir biz studiyamizga qaytamiz va bizni kuzatuvchilarimizga eslatib o'tmoqchi edik. Qadrli do'stlar, hurmatli kuzatuvchilarimiz, ustoz san'atkorlarimiz tashrif buyurishgan. Hozir birma-bir ularni tanishtirishimizda hojati yo'q, ko'rsatamiz va savollaringiz bo'lsa, o'zingizni qiziqtirgan barcha savollaringizga faqat chegaradan o'tmagan holda hozir hammasiga javob berishga ham biz harakat qilamiz. Rustambek, agar nomalarni o'z egalariga yetkazib bo'lgan bo'lsak, aslida-ku yetkazib bo'lmadik, chunki SMS'larning soni juda ham ko'p. Dastur davomida albatta yana to'xtalishga harakat qilamiz. Hozir esa biz studiyamizning ikkinchi qismida bizni kutib turgan aziz ustozlarimizga yuzlanmoqchimiz. Mana ular, mana. ketdik bo'lmasam, ketdik. Ularni ham kuttirib qo'ymaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana Alaykum assalom, charchamanglar. Assalomu alaykum ustozlar, xush kelibsizlar. Tong bo'lsa shunchalik bo'larda, bir tongda shuncha ustozni ko'rishing qanday baxt. qanday baxt hozir qarshimizda. Rahmat. Demak, Omon studiyasida Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatrining qadrli ijodkorlari va bugungi kunda ko'plab shogirdlarni, xalqimizni ardog'ida bo'lgan aziz ustozlarimiz, O'zbekiston xalq artistlari Mehirbekjonova hamda Oydin G'oziyevalar tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum. Odina G'oziyeva, kechirasiz ustozim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar yana bir bora va mana shu spektakllarni tomoshabinni e'tiboriga havola qilib, ularni sevimli qilayotgan, albatta sahna ortidagi juda katta mehnatlari sinadigan insonimiz, ya'ni Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatrining bosh rejissyori Doston Haqberdiyev ham bizning oramizdalar. Assalomu alaykum. Barchangizga xush ko'rdik. Siz salomatsizmi? Doston aka. Hormanglar, hormanglar. Oy xayrli bo'lsin. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? O'zingizga ham. Safarlardan bir olam taassurot bilan O'zbekistonga qaytgan ijodkorlarimiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, aynan Muqimiy teatri ijodkorlari ijodiy safarda ekanligi haqidagi ma'lumotni taqdim etgandik va ular taassurotlarini bo'lishish arafasida va albatta miriqib tinglaymiz ustozlar. Haligi aytardi-yu, bir eski multfilm bo'lardi. Qay yurtlarda bo'ldingiz, nimalarni ko'rdingiz? Qanday o'tdi? Taassurotlar qanaqa? Shu o'tib borayotgan yil Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatri uchun nihoyatda bir omadli yil keldi, bir tarixiy yil keldi desam adashmagan bo'laman. Sababi buni muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan mana shu 24-yilning oxirida teatrlarni jamiyat madaniy hayotdagi ahamiyatini oshirish va ularni yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlarining 17-bandida Muqimiy teatriga akademik maqom berildi. Shuni o'zi men o'ylaymanki haqiqiy tarixiy voqea va mana shu 2 oyning ichida teatrimiz 3 ta davlatda bo'lib keldik. Birinchisi bu Qozog'iston Respublikasining Aktau shahrida 3-xalqaro Turksoy festivalida Muqimiy teatri o'zini qobil spektakli bilan qatnashib, Turkiy davlatlar ichida eng oliy o'ringa, ya'ni eng yaxshi musiqali spektakl Tabriklaymiz. nominatsiyasida g'olib bo'lib qaytdi. Undan keyin mana Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahriga, Tojikiston Respublikasining Xo'jand viloyatlariga gastrol safari bilan teatrimizni qaytar dunyo spektakli bilan bo'lib qaytdik. Buni hammasi mana shu davlatimiz rahbarining so'nggi yillarda barcha davlatlar bilan olib borayotgan bir strategik qo'shnichilik harakatlari bu yaqqol misolda madaniyatda ham ko'rindi, madaniy faoliyatimizda ham ko'rindi. Bizni bu gastrol safarlarimiz albatta manfaatli bo'ldi. Ya'ni 26-yilda biz Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahridagi akademik teatr bilan O'zbek akademik teatr bilan birgalikda qo'shma spektakl sahnalashtiramiz. 2 davlat teatr ijodkorlari, 2 davlat qo'shma teatr ijodkorlar qo'shma spektakl, ya'ni birinchi namoyish O'zbekistonda, ikkinchi namoyish Qirg'izistonda namoyish qilinadi va Tojikiston Respublikasining Shukur Burxonov nomidagi O'zbek teatri bilan esa qo'shma konsert rejalashtirib keldik. Shunaqangi xalqaro memorandum imzolandi. Men o'ylaymanki, Muqimiy teatrida so'nggi yillarda mana bugun ham qizg'in ijod. Yana bir narsani aytib o'tamanki, mana O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti bilan hamkorlikda
teatrimizda musiqali teatr san'ati Lutfxonim Sarimsoqov nomidagi kafedra tashkil qilindi. Va institut bilan hamkorlikda bizni yuksak asarimiz, musiqali dramani eng bir shoh asarlaridan bo'lgan Nodira Begim spektakli talabalar hamda ustozlar bilan birgalikda sahnalashtirildi. Mana ustozimiz bunda o'sha UIC rolini ijro qildilar. Bu O'zbekiston xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlar bilan bir sahnada 3-4-kursda tahsil olayotgan talabalar Muqimiy teatrda o'sha Otaxon sahnada ular gavdalanib o'zlarini bir ijrolari bilan xalqqa namoyish qilishdi. Men xursandmanki, Madaniyat vazirligi, ayniqsa Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosarlari o'zlari kelib Bahodir Majidovich Ahmedov ko'rib, juda ham yoshlarga oq fotiha berib, oq yo'l tilab, ularga yanada bir ruh baxsh etdilar. Men fursatdan foydalanib Madaniyat vazirligiga ham o'zimni minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Katta rahmat. Zo'r imkoniyatlar. Doston aka, baribir oliy toifali ijodkorlar bilan, san'at ahli bilan suhbatlashsa odam baribir boshqacha bo'ladi. Doston akam hozir shuncha ma'lumotni bizga taqdim etdilar-ku, lekin bir qanaqadir she'r eshitgandek bo'ldinglarmi? Juda qoyil. Uni ham yetkazib yoqadigan eng zo'r yangiliklar shu gapda mujassam edi. Men hozir yana bitta qarsak chalmoqchiman. Chalamiz. Shu San'at va madaniyat institutini talabalari uchun biz ko'rmagan kunni ular ko'rayotganligi uchun. Ko'rganingiz bilan tabriklaymiz. Shunaqa katta sahnalarga chiqish ularga nasib qilgani bu juda ham katta baxt. Bizga orzu bo'lganda ustoz, to'g'risini aytaman, men drama aktyorlik fakultetini tamomlaganman. Biz hattoki sahnaga borib, mana hozir ham hayajondamiz. Bu dasturda necha yildan beri ishlayotgan bo'lsak ham, hali ham ustozlarning oldiga kelsak, hayajon, u teatrning oldida biz talabalarni tasavvur qilavering. Talabalarni baxtiyorlikda rol ijro etish. Yetib borish, ular bilan birgalikda rol ijro etish, nimadirni o'rganish, bu katta narsa. Ustoz Bahodirjon, o'zi juda baxtli yoshlar ekan, shu kelgan studentlar, talabalar. Biz ham xuddi shunaqa talaba bo'lib kelganmiz-da teatrga. O'sha 82-yilda Guldasta bo'lib kelganmiz. Ya'ni talaba paytingizda? Ha, albatta 3-kursligimizdan ishlaganmiz, ishni boshlaganmiz. Ularga master klass bo'ldi-da. To'g'ri. Kelib katta Qozonda shu ustozlar bilan birga ishlash. O'zi 34 yil oldin qo'yilgan edi. Ustozimiz Xudo rahmat qilsin Bahodir Yo'ldoshev qo'yganlar bu spektaklni Nodira Begimni. O'shanda Nodira Begimni o'ynagan edim. Qarang, orada shuncha yillar o'tib, Uvaysi rolini o'ynashimga to'g'ri keldi. Endi Uvaysi rolim u yoqda qolib ketdi. Hali 2-3 ta Nodiraga aytib, ularga qo'shiqlarini aytib, so'zlarini aytib, jon qizim, bizni qulog'imizda singib qolib ketgan. Mana shu virgul bo'lish kerak, shatda nuqta bo'lish kerak deb, hatto virgul nuqtasigacha o'rgatdik-da ularga va bundan juda ham xursand bo'ldik. Spektakl juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Yoshlarimiz kelib, o'rganib, shu kirishib ketdi. Mana shu ustoz aktyorlarimiz bilan teppa-teng ular juda chiroyli o'ynadi. Hattoki o'sha kelgan talabalardan o'sha iqtidorli, ovozlari yaxshi, o'sha Mehrinoz degan qizimizni olib qoldik teatrga ishga. Nodira Begim o'ynagan, ularga juda sharoit, imkoniyat zo'r bo'ldi. Xursand bo'ldik. Endi talantli, mahoratli yoshlarni teatrga jalb qilish kerak-da. Ularni tanlab topish kerak ularni. Juda ham xayrli ish bo'pti. Bu yangilikdan xursandmiz. Endi safarlar masalasiga qaytsak. Doston aka aytib o'tganlaridek, nafaqat Tojikiston, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, ya'ni qo'shni davlatlarga bir necha safar amalga oshirildi. Qirg'izistondan boshlasak. Keling, u yerda taassurotlari. Ustoz gapiring, Odina opa. Qirg'iziston deganingizda albatta bu yillar davomida ahillik bilan, haligi do'stlik, birodarlik bilan kelayotgan bu gastrollarimiz biz oldin ham o'sha qiz bolalik paytimda ham mana shu kollektivim bilan o'sha birinchi kursda qabul qilingan bo'lsam teatrga, o'sha paytda biz gastrolni Qirg'izistondan boshlab o'rganmiz. O'sha yillarga qaytgandek bo'libsiz-da. O'sha yilga qaytib bolaliklarimizni eslab, rosa eslab Hamza Umarovlar
Baxtiyor Ixtiyorovlar, O'zbekiston xalq artistlari, Husan Shariflar 3 ta guruppasi bo'lgan u paytda. Uchala gruppadan ular ustozlar o'zlari xohlaganimizni tanlab olib, 3 ta gruppada Qirg'izistonda, O'sh shahrida juda salkam bir oy gastrolda yurganmiz. Bu safar ham O'shda bo'ldinglar. Bu safar ham O'sh shahrida bo'ldik. Albatta, endi u xalqimizni bizni kutib olishlarini men hozir sizlarga tasavvur qilib aytib bera olmayman. Shunaqangi sog'ingan, kadrlarda ham ko'rib turibmiz. shunaqangi sog'inganmiz bir-birimizni endi. Voy yig'lashib ko'rishdik. Har doim shu yig'lashib, voy ajralgimiz kelmasdan, Karneslar bilan juda tantanali kutib olishdi. Non tuzlar bilan mana master klass o'tkazyapmiz mana. Toki spektakldan tashqari ham bir necha Nurxondan yoshligimizni 45 yil orqaga qaytib o'ynab bergan joylarimiz bo'ldi. Haliyam esingizda. Ishimizda Qoyil. eksprom qilib 45 yil oldingi narsani esladik. Keldi. Bir-birimizga tajriba almashish bo'ldi. Master klass bo'ldi. Keling mana shu master klass shu yerda ham ko'raylik. Mana kadrda ko'ryapmiz. Hatto spektakldan tashqari ham tuhfalar bo'lganda, ijodiy tuhfa, endi musiqali teatr bo'lgandan keyin muammo emas. Ya'ni kelishilgan holda qani boshladik deyshadi-da, katta ijrolar. Boshladikda darrov boshlab kerak. Eshitamiz hozir jonli ijroda. Jonli bo'lsa, o'sha Nurxondan bitta bir og'iz aytib beramiz o'sha Samarqand sahnasini. Mikrofon ishlayaptimi o'rganayapti? Bunisi ham bor usta. Telefon taqilgan. Gül saçar el bağra, gül saçar el bağra, serviyevanım geldim uya yavray. Canisi gülden kelur, aram canım geldim uya yavray. Kalmış yerdim hasta can, kirgende min mayhanege. Aylamam kim olsa ipiye, natavanım geldim ya. Mana darrov Nurxon bo'lib qo'yaveramiz. Mana Laylaxon o'tiribdi, Laylaxon. Bo'lsa xolisxon bo'laylik. Xolisxondan ham eshitaylik. Bitta narsani aytay. Bir kuni Odina opamlar bilan ustoz bilan o'tirib suhbatlashib qoldik-da. Shu spektaklni ariyalari, duetlari ketdi, ikkalamiz ulanib aytyapmiz. Butun bir ijodiy shu yillar davomida o'ynagan spektaklni aytib bo'ldik ikkalamiz. Shunaqa mazza qildik. Bahribayt bo'ldi. Shunaqa mazza qildik. Orada yig'lab ham olamiz. Eslab. Ikkalamiz aytib beray, ikkalamiz Layli Majnun 34 yildan keyin sahnaga qo'yildi. Rahmatli O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov qo'ygan. Ikkalamiz o'tirdik, birinchi qatorda chorgoh boshlandi. Eng Karolning eng cho'qqi ashulasida ariyasi. Ikkalamiz bir past eshitib turdikda, mana shu yerdan bir ichki bir qandaydir bir hayqiriq, bir o'sha yoshlik yillarini esladik, o'ynagan paytlarimizni esladik. Ikkalamiz bir-birimizga boshimizni qo'yib o'sha yerda yig'ladik. Eslab umr shunaqa ekanda, oqar daryo ekan. Haligi yoshing katta bo'lar ekan, sendan keyin yoshlar kelar ekan. Endi nima deydi? Men ham bo'lmasa xolisxon bo'lib beray, ha? Xolisxondan bitta eshitaylik. Qaro bo'ling, ha. Bo'libman nagahan bir bevafoga mubtalo naylay. Asir etmish olib aqli yoray, qushim ulfur jafo naylay. Yutib on zahri g'am hajrida, yig'lab kechayu kunduz, yurak bag'rimni ezdi, ayladi oxir adon aylay. To'kib yosh o'rniga qon, ko'zlarimdan ketdi darmonim.
bitmas firoqda mani tortgan azobimni yetolmay yor vasliga ko'ksimdadir yara naylar Yashang Xolisxon. Qoyil. Ovozni qarang, qo'ng'iroqligini. 18 yoshli Xolisxon, ko'z Siz tegmasin. qaysi obrazni eslamoqchisiz? rollar Eslasam ko'rsatib tugab qoladi deb Sizlarga o'ylab turing. ikkalasi bilan ham o'ynaganman. Mehrixon bilan Gulva Navruzda Navruz. Ko'p partnyor bo'lgansizlar. Partnyor bo'lganmiz. Dinoxon bilan qator Nurxonda o'ynaganmiz birga. O'sha ana sahnamizda aytda ko'rdinglar. Hozir uni hozir ijro etib bersak 45 minut ketadi-da, maylimi? yaxshi Nurxon ijro qilsinlar. Tani bir choy quyishni ham o'rgatinglar. Yaxshilar, mehmonlarimizga choy quyib turing. Biz sahifaga shundoqqina o'tamiz va qaytamiz. Qiziqarli voqealar demak, hozir sahifada taqdim etiladi. Undan keyin esa Tojikiston taassurotlari bilan bo'lishamiz. Xudo xolasa. Har kun imkoniyat, kayfiyat esa uning kaliti. Tongni faqat biz bilan qarshi oling. Azizlar, to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda omon-omon dasturini tomosha qilyapsiz. Kadr ortida safar taassurotlarini yaxshigina eshitdik va sizga ham ilinamiz master-klasslar, teatr muzeyi, sahnadagi ijrolar, ikki xalqning uchrashuvi. Qirg'izistonga qaytamiz. Qirg'izistonda yana bitta voqea bo'ldi-da. Sahnada turibmiz. Spektaklda o'ynab bo'lganimizdan keyin odam anshlag bo'lgan sahnada, endi hamma yig'lagan bizga qo'shilishib. Shu paytda u yerda bir san'atshunos olim bor, Ravshanbek degan insonimiz bizni mana shu teatrimizni butun tarixini bizdan ham zo'r biladi-da, ming marta. Hali inson gapirib ketdi, endi yoshliklarimiz ham ustozlarimiz yoshliklaridan gapirib hammasini endi yuragimiz umuman hali hayron bo'lib qoldik. Hali insonni haqiqiy ensiklopediya ekanda. Keyin aytdiki, hozir bir narsani qo'yamiz dedi efirdan dedi. Shu insonni kimligini aytib bersanglar, sizlarga surpriz bor dedi. Dedi, bo'pti dedi, ikkalamiz endi Mehrixon bilan aytdim, ayamlarni nimalaridir-da, Lutfonim ayamlarni qo'shiqlarini, birontalarini yo Tamarapam Nazarovalarni kimdir bironta bir qo'shig'i bo'lsa kerak. Eshitaylikchi dedi, hamma eshitamiz deb nima bo'lib qoldi. Bir paytda dutor bilan tamburda o'sha tepadan monitorda qo'shiq qo'yishdi. Ikkalam kim ekan, kimga o'xshaydi? Bas eshitib tur deydi. Eshitib turdik keyin bir payt ojiga chiqqan paytda Iye, men-ku bu deydilar. O'la. Qanaqa baba? Iye, Mehri? Ma'nu bu. Zo'r surpriz bo'libdi-da. Surpriz bo'ldi. Voy, Ravshan aka, odiraxon qari chiqsinlar, chiqing dedi sahnaga. Voy, ular, voy, qachon buni qanday qilib sahna, qachonga voy O'zingizda bor zapislar bo'lganmi? Yo'q, plastinka 73 uchun ham qiyin eslaganlar. 73-yilda yozgan, gram zapisda yozgan, kinoxronikada plastinka yozganmiz. Hurmatimiz oshdi. O'shani 50 yil saqlashibdi. Qoyil. Men mana shu yerda hozir bari ko'rib turgan Ravshanjon sizlarga men yuraklarimdan ming rahmatlarim, tasannolarimni aytaman. Yana mendan keyin haligi Naim Pamlar, Surat akamlar ijro etgan katta oltin disk plastinkani ham mana 50 yildan beri saqlab qo'yibman dedilarda. Ko'zimizdan yosh chiqib yig'ladikda. Voy, ming rahmat, ming tasannolar. O'zimiz qila olmaydigan ishlarni muxlislarimiz mana saqlab qo'yishibdi oltin darajada sizlarni yaxshi muzeylar haqida Dostonjon muzeylarni ham gapiring. Teatr bizni quvontirgan tomoni yana bir narsaki, O'zbekistonni naqadar san'atsevarligi, bu mana shu Qirg'iziston O'sh teatrini O'zbekiston tomonidan qurib berilganligi. O'zbekiston tomonidan qurib berilganligi va 3-qavatida shunaqangi bir go'zal muzey bunyod etilganki, bu o'sha teatrni tarixini, o'sha teatrni o'zligini, o'sha teatrni ustozlarini, o'sha teatrni qadriyatini ko'rsatib turadigan bir muzey bilan avvalambor teatrdan kirishdanoq tanishdik. Bu barcha bir
o'sha teatr xodimlariga nima deydi, haqiqiy dars bo'ldi. O'sha o'tgan ustozlar, bundan 50 yil, 60 yil avval o'tib ketgan ustozlarni o'sha o'ynagan rollari, suratlari hamda liboslari va o'sha davrda chop etilgan o'sha afishalar, bannerlar, ularni barchasini ko'rib, biz haqiqiy o'sha tarixga bir tushib qolgandek, o'sha moziga qaytgandek bo'ldikki, yana bir marotaba o'sha Qirg'izistondagi safarimiz o'sha ikkala xalqni o'zaro bog'laydigan, do'stlik rishtalarini bog'laydigan, chunki ikkala xalq ham bir tilda, bir dinda so'zlashadigan xalqlar. Men o'ylaymanki, Qirg'iziston bilan bundan keyin ham mana shunaqangi madaniy aloqalarimiz davom etadi. Albatta. Tojikiston taassurotlari qanaqa bo'ldi? Va zo'r bo'ldi. Qaytar dunyo spektakli. Spektakl ham zo'r bo'ldi. Oxirgi kuni qo'ydik spektaklni. Endi bilasizlar, Xo'jandda ham ko'p o'zbeklar yashashadi, hammalari. Chunki eng bizga yaqin hudud. Hammalari. Unga ular aytishadiki, biza qo'ysak deydi, shuncha odam kelmaydi deydi. Toshkentdan, shu yoqdan, O'zbekistondan kelishsa to'lib ketadi. Haqiqatda zal to'ldi-da. Spektaklda, to'ldi. Endi u yerda ham o'sha qadrdonlar bilan uchrashdik, gaplashdik. Qodir Mirashurov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, voy ularni qo'shiqlaridan bahramand bo'ldik, suratlarga tushdik. Mana suratlar, tasvirlarda ham berilyapti. Siz gapirishda, ta'riflashda davom etavering. Nima deydi? Men shunday qoyil qoldimki, juda bir toza shahar ekan Xo'jand. Havosi toza. Odinopam bilan kanatlarga tushdik. Daryo bo'yi, Sirdaryomi, Sayxun daryosi deyilgan. U o'tib chiroyli, endi taassurotlar zo'r bo'ldi, juda ham. Otellari juda bir boshqacha. Bizni yana boshqacha kutib olishdi. Ular ham karne surniylar bilan, non tuzlar bilan teatrda ishlagan o'sha faxriy haligi ustoz san'atkorlar kelishdi. Birinchi, ikkinchi qatorda o'tirishdi. Gullar bilan, shunaqa olqishlar, shunaqa iliq gaplar. Bilasizmi, men shunaqa atmosferada yana ham ishlagim keladi. Yana ham xalqqa xizmat qilgim keladi-da. Rag'batni bitta ko'rinish. Yo'q, bizga keraksizlar. U yoqda 4 kun, 5 kun bo'ldik, bu yoqda 4 kun, 5 kun bo'ldik, lekin taassurotlar juda bir olam bo'ldi. Katta somon beraman desa ham yo'q dedi. Juda Somonga ko'nmadingiz. Juda ham teatr san'atini yaxshi ko'rishar ekan. Biz Nov teatrida qo'ydik-da. Shu bir tumanni teatrida shunchalik ijod, shunchalik nima, juda qoyil qolib keldik. Hayratlanib keldik. Mana Dostonjon aytganlaridek shartnomalar tuzildi. Xudo xolasa ular kelib bizda spektakl qo'yishadi, biz yana boramiz. Biz mana Qirg'iziston, shu Tojikiston safarlariga, gastrol safarlariga albatta Madaniyat vazirligini nimasi bilan hamda shu vatandosh jamoat fondidan bordik. Biz mana shu fursatdan foydalanib, mana shu fondga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta bu endi bunaqa safarlar tez bo'ladi. Xudo xolasa, chet ellarga boramiz, xudo Lekin xolasa. hozir meni savolim ko'proq Doston akamga. Doston aka juda katta o'zbek san'atining bir ustunlari bilan, xalq artistlari bilan xizmat ko'rsatgan insonlar bilan ishlaysiz. Qiynalmaysizmi? To'g'risini ayting. Eshitmayapti bularni deb o'ylang. Qiynalmaysiz? Bularni hamma ustozlarni bir joyga jamlash, ularni shu qaysidir ma'noda Doston buni o'ynamayman desalar, qanaqa yo'llar bilan sekin shu yo'lingizdan yurg'izib olasiz bularni. Lekin biz qiyin bo'lsa kerak. Juda ham qattiqqo'l rejissyorsiz deb eshitganmiz. Albatta. Albatta shu 50 ta 60 ta shunaqangi bir ulug' ustozlar bilan ishlash, bu 50-60 xil ruhiyat degani. Ularni har birlariga o'zlariga, xarakterlariga mos gapni topib berish, bularni kezi kelganda erkaliklarini ko'tarish va kezi kelganda men o'sha qattiqqo'llik qilgan vaqtlarim ham ba'zida ichimdan o'zim og'rinaman. Bular chunki qanday ustozlarni ko'rmagan, bular Razzoq Hamrayevlarni ko'rgan, Baxtiyor Ixtiyorovlarni qo'llarida rollar o'ynagan. Bu albatta mas'uliyat. Bularga sahnaga olib chiqib, bularga bitta vazifa berib, spektaklingizda rol o'ynatish juda katta mas'uliyat. Va shunisi bilan birgalikda juda katta sharaf.
men o'sha mana ustozlar bilan qilgan spektakllarimni barchasi omadli kelgan. Hattoki o'sha bularni ham ustozlar, o'sha Naima opalarni ham spektaklga olganim, spektaklni bular bilan fayzi boshqacha bo'ladi. Bular shu aytilgan sizni vazifangizni o'sha 100% emas, 200% bajarib berishadi. Kezi kelganda yana bir narsani aytib ketaman. Hozirgi kunda teatrimizda bir qaynoq ijod ketmoqda. Bu yangilik. Sizlarni efirlaringizda bir premyera qilamiz. Albatta, Xudo xohlasa biz zamon qahramoni o'sha muhtaram yurtboshimizda o'sha 399-sonli qarorlarda zamonamiz qahramonlarini sahnaga olib chiqinglar degan bir fikrlardan ta'sirlanib olimpiada chempioni, hammamizning faxrimiz bo'lgan o'zbek qizi Diyora Keldiyorovani hayot haqida spektakl hozir boshlangan, jarayon ketmoqda va mana shu dekabr oyida 8-dekabrda konstitutsiyamizning 33 yilligida Xudo xohlasa premyera qilishni niyat qilib turibmiz. Mana shu rolni Diyorani o'zlari o'ynamaydilar. Mana shu ustozlarimizni hammalari borlar shu spektaklda. Mana shu ustozlarimizni hammalari borlar spektaklda. Men rejissor bo'lganimga, Doston aka bo'lganimda shu hali yig'lagan yaponiyalik qiz bor-ku, Kumushxonga berdi. Hammasi chiroyli yig'lagan. Albatta zo'r yangiliklar, hammasi quvonarli. Biz yuqorida Qaytar dunyo spektaklini Tojikistondagi namoyishi haqida taassurotlarni gaplashdik. Keling, hozir ruxsatingiz bilan shu taqdimotdan, shu spektakldan bir parchani ham tomosha qilsak. Mayli, yaxshi bo'ladi. Marhamat. Yuzimga soldingiz, aka. Aka o'zingiz bo'lasan, aka meni ko'rib qo'ying. O'zingiz bo'lasan, aka bo'pti, bildingmi? Qani ovozingni? Ha? Qol duduqlanasan, sen qaltirasan. Aka! Bo'ldi? Ha? Bo'ldi uchun ovozingni. Ana. To'g'ri aytyapti. Ana. Aka o'z bo'lasan, aka bo'pti. Bo'pti. Juda to'g'ri aytyapsiz aka. Mana, hozir. Ha? Salom uchun ovozing. Salom uchun ovozing. Bo'ldi deydi. Ha, dur. Voy, duruladimi? Aka? Ha. Mana qarang. Ama uçur ovozingni. Uçur ovozingni. Nima gapirding? Ustoz san'atkorlar borishdi yoshlar bilan birga. Albatta ijro uchun qarsaklar. Qarsaklar. Sulton Mavlanovich. Bitta narsani aytib ketay. Mana shu taassurot singillarim gapirdi, ukamiz gapirdilar. Shu Qirg'izistonga borgan bo'lsak ham, Tojikistonda ham xalqni bizni sog'inganini sezdik. Shunaqa yig'lab hammalari qon. Shu uzoqdan bizni qarang, Xo'jand teatrini 105 yilligi bo'libdi. Bizga 87 yosh biz. U bizdan ham oldin paydo bo'lgan teatr. Ko'ryapsizmi? Aktyorlari shunaqa endi tirishqoq, shunaqa bizni sog'inib ketyapmiz. O'sha yerda bir o'sha Qirg'izistonda yurganimizda bir Xulkaroy degan qizimiz bo'ldi. Mana Odinaxon, Mehmonxon ham ko'rdi, katta deputat, keyin Suhbatullo degan katta tadbirkor. Shunaqa bizni chiroyli kutib olishib, ularga biz haligi majburiy emas ularga. Lekin ular shu bizni kelganimizni, shu O'zbekistonda mani hamyurtlarim, o'zbeklarim keldi deb, o'sha Dilmurodjon degan Suhbatullo, Xulkaroy shular shunaqa chiroyli har kun mehmondorchilikda bir qop semirib ham keldik. Necha kiloga semirdingiz? Lekin men har kun 10 ming qadam yuraman, uni to'g'rilab oldim darrov. Balansga keltirib oldingiz Qirg'iziston tog'lari bilan. Endi shuni Tojikistonda ham shunaqa endi Xo'jandda eski Leninobod qonimiz bir, dinimiz bir, millatimiz bir. Shu quda anda bo'lib ketganmiz ular bilan birgada endi. To'g'ri. Bu qarang, Bekobodgacha 2 soat, yo'g'i 1 soat Xo'jand. Ular Tojikistonni televideniyasidan ko'ra 5 ta 6 ta kanalni biznikini ko'rar ekan. Albatta. To'g'ri. Hozir ham bular ko'rib turibdi. Juda ko'p bizga esimiz. Hammalariga salom aytamiz. Xulkaroy, Suhbatullo, Dilmurodjon, hammalaringga katta rahmat. Albatta omon-omonning ham doimiy muxlislari bor tojikistonlik, ularga alangali salomlarni yo'llaymiz. Endi yuqorida bu yilning eng katta yangiligi sifatida Muqimiy teatriga akademik unvoni berilganligi haqida to'xtalib o'tdik. Endi bu unvon repertuarlarga o'ziga xos ta'sirini o'tkazadimi? Shu haqida gapirib o'tsangiz, Doston aka.
albatta o'ziga xos ta'sirini o'tkazadi. Mana shu akademik bo'lgandan so'ng biz juda ham shu repertuar masalasida to'xtaldikda, mana shu birinchi qilgan ishimiz bu Nodira begim spektakli. Biz klassik asarimizni yana sahnaga qaytardik va undan keyin yana bir klassik asarimiz bu komediya janrida Maysaraning ishini sahnaga qaytardik. Maysaraning ishi sahnada yana gavdalandi. Undan tashqari o'sha bizni ota-bobolarimiz, ma'rifatchilarimiz, o'sha jadidlarimiz haqida jadidlar spektaklini sahnaga qo'ydikki, mana shu ustozlarimizni hammalari o'sha spektaklda rol ijro qilishgan. Demak, yanada klassiklashib boryapti. Albatta, juda ham shu baquvvat dramaturgiya jihatdan pishiq asarlarni tanlayapmizki, sababi bundan keyin o'sha muqimiy teatrining nomiga mos, maqomiga mos spektakllarni sahnalashtirish, mana hozirgi kunda o'sha zamon qahramoniga mos spektaklni sahnalashtirish oldidamiz. Yana bitta narsaki, o'sha kuyovimni omonati degan komediya qo'ydik. Dostonjon qo'ydi. Qo'shqornor Qobilov asari. Endi nihoyatda chiroyli ketyapti-da kredit to'g'risida. Xo'p, kredit olmagan oila bormi? Hozir yo'q bo'lsa kerak, menimcha hech kim yo'q. Ash kredit olasiz, qiynalib qanday to'lashni. Endi komediya u maqta o'tirish kerak emas, bir borib men ijro etganda aytaman, borasizlar. Zamon bilan ham nafas spektakl demak. Doston aka, ustozlarimiz mana biz tomoshabin sifatida spektaklni ko'ramiz, mazza qilib tomosha qilamiz, lekin aslida sizlarning o'zingizlarda ham o'sha kuxnya deyiladi-ku ijodkorlar tilida. Oshxonada, sahnada kutilmagan holatlar, kutilmagan vaziyatlar juda ko'p bo'ladi. Kulislarni birortasini eshitsak hozir. Shu Odinaxon ham, Mehrixon ham qatnashgan shunda. Diyonatga xiyonat spektaklida. Diyonatga xiyonatda men shunday nima qilaman-da, o'g'lim o'rtog'im bilan birga kelaveramiz mehmonlar bilan. Keyin mashinada men bittasini turtib yuboraman. Endi men vazirlikka ko'tarilishim kerak. Turtib yuborganimda o'rtog'im aytadiki, "Ey" dedi, "Sen ko'tarilishing kerak. Rolda men edim" deb aytaman deydi. U aytadi-da, "Sen qamalib ketaver. O'zim chiqarib olaman" deyman. Shu bilan uni to'g'risida unutaman. Mehrixonga xushomatni boshlayman. Boshlayman. Har kun kelaman, bir narsalar ta'kidlayman. Oxiri bir kuni bir kelganda qisqaroq qilib aytaman, bitta tillani olib kelib, shunday orqasidan kelib, mana bu sizga deb shunday berganimda, taqqanimda shunday oladi-da, tars basharamga otadi. Shunday basharamga. Buni xotiningizga olib borib bering. Men bunaqa narsaga uchadigan odam emasman deganda, endi spektaklni boshidan boshlab bu oilaga yomonlik qilganman. Birinchi marta bir ayol kishi ko'rib o'tiribdi. Hammasi ko'rib o'tiribdi. Diyonatga xiyonat. Diyonatga xiyonat. Rosa yomonlik qilganman bu oilaga. To bu menga rozilik bermaguncha qizini nima qildiraman, yomon kasal chiqartiraman, o'g'lini bittasi bilan olishtirib maktabdan haydataman. Shu buni roziligi kerak. O'rtog'imning xotini bo'lmasa. Shu bilan yomon iflos otib rolim oti nima edi? Mo'min Sattorovich, Mo'min Sattor. Keyin oxiri shunday nima qilganimda, shu joyda oting deganda shunday qo'limdan yerdan olamanda, mana buning har bir donasiga onasi o'pmagan qiz men bilan gaplashadi. Men Mo'minjon emasman, Mo'minjon Sattorovichman desam, birinchi redaktordagi o'sha ayol basharang qursin, iflos dedi. Voy. Nima qilish kerak? Mehrixon, men teskari turibdim. Bir lo oldim. To'g'ri gap aytdingiz siz. Men yuzim odamlarga. Hali so'zim bor. Toki cho'ntagimda pulim bor ekan, sendaylarni urug'ing ado bo'lmaydi. Sochi uzun, aqli kalta farishta deyishim kerak. Hali gapim tugagan yo'q. Keyin haligi shunday qildimda, o'zim yig'ib olib birinchi redaktdan o'sha xotinni topib oldim. Qanday topdingiz? Toki cho'ntagimda pulim bor ekan, sendaylarni urug'ing ado bo'lmaydi. Sochi uzun, aqli kalta farishta dedim. O'shanga qarab. Voy bular bor aytibdi. Kalta yemadingizmi keyin? Spektakl tugashi bilan bir bor uzr so'rab qo'ydim. Buni aylanib o'tsam, mana Xayrullo degan ukamiz administrator, "Ya Turg'un aka, qani ana uzr so'raysan, nima deyapsiz?" O'sha gap bizdan keyin u chiqib qochib ketdi. O'zi Bahodirjon Qo'rqib qolgan bo'lsa kerak. qiziq voqealar bo'ladi. Toptalgan tuyg'u spektaklida Sasha Kej bilan ikkalamiz er-xotin o'ynaymiz. Ular Matlab, men Ma'suma. Oldingi nimada o'sha sahnani oldida ikkalamizni juda bir haligi trogitelniy deydi-yu, nimamiz borda o'sha kechir meni deb yalinib oyog'imga yiqilib nima qilgan paytlarida
yo'q, siz endi boshqasiz. Men bir paytlar yaxshi ko'rganim orzulari to'lib toshgan nimani anaqa qilaman deb gaplarimni aytaman de. Shunday o'rnimdan turib yo'q deb nima qilsam, ikkalamiz bunday ko'rishadigan, axir meni sevardingiz-ku, birovni quchog'iga kirish shunchalik osonmi? Yo'q. Pastda birinchi qatorda hoji onalar o'tirishibdi, oq ro'mollarda chiroyli, endi ayollar ko'p kelgan. Qizim endi kechira qolgin endi. Kechirgin endi, mana kechirim so'rayapti, eringni kechira qolgin endi deb bemalol biz bilan gaplashyaptilar-da. Xo'p degan bo'ldimi? Bir payt tin bo'lib qoldimda, jim bo'lib qoldimda, yana davom etib ketaverdim-da. Kechirgin endi. Xo'p dedingizmi? Shunchalik kirishib ketganlar. Ular turib gapirib bo'lgandan ilohi amin. 400 ta 500 ta odamga amin qildirib, qo'sha qaringlar, urushmanglar endi. Qoyil. Ikkalamiz Shunisi bilan jonli. ham eshitib ham o'ynab ketaverganmiz, ro'limiz. Rahmat ustoz. Aytib beray, Ana endi esimga tushib qoldi bitta narsa. O'sha payt endi homilador bo'lsak ham, bunda nimchamiz oldini yopmaslikda asarlarga chiqib ketaverardik. Unda oldini ochib, hali qiz bola bo'lib, qizlarni o'ynab ketaverardik. Shunda bor edi endi. Shu paytda pochcham, opalarim Gulsara spektakliga kirib qolishdi, tomosha qilgan. Gulsarani o'ynayman, bular Qodirni o'ynaydi. Hamza akam, dadam o'ynaydilar, Hamza Umar ustozlar bosh rolda. O'ynayapmizda endi haligi Maryam pam rahmatli ustoz hali Otinoyini o'ynaydilar. Qizlar bilan Otinoyini sahnasida mana bir uradigan joyi bor. Qarsili shapaloq ham ancha bir Maryam pam rahmatli. Chindan urardi, endi rostakam uravering, nima ona dirdimda ustoz dirdim. Kirishchi uravering rostdan. Voy har safar sizni qattiq uraman doydi. Mayli, men esimdan chiqib qoladi dirdim haligi rolni ichida. Qattiq ursaydi pochcham, opalarim o'tirib, o'sha qang'illatib solgan paytda, "Ey, nimaga urasan? Qonida bolasi." Qonida bolasi bor. Qonida bolasi bor, nimaga urasan? Ana jigarchilik. Qarang, Pochcha urib ketishganda. Aka, bu spektakl, nimaga uradi? Menga ko'rsatmang. spektaklini deb. Hozir men o'chiraman, men uraman o'shani hozir meni omonlaring. Ketaman jonga deb turib Sahna aktyorlari nimalarga tayyor bo'lishadi? Rollari maromiga yetib, tomoshabinga yoqadigan ko'rinishda chiqadigan bo'lishi uchun. Rahmat Ustozlar, sizlarga rahmat. Juda xursandmiz. Aslida biz suhbat qilibmiz, rosa soatga ham qaramamiz. Vaqtimiz 1 daqiqagina yana 1 soat qoldi. cho'zaylik. Zo'r taklif ustoz. Bu taklifni biz har doim bildiramiz. O'ylaymizki, qo'llab-quvvatlashadi. 1 daqiqalik vaqtimiz qolibdi. Bitta chiroyli xalqimizga yaxshi niyatlarni bo'lishsak, ana undan keyin dasturimizga. Faqat o'sha 1 daqiqani inobatga olaylik do'stlar. Qani ulgurishimiz kerak. Endi bizning niyatimiz yurtimizda tinchlik bo'lsin, dunyo tinch bo'lsin, oilalar tinch bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Har kunimiz bayram bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Farzandlar, nevaralar, chevaralar baxti kamolini ham hammamiz birgalikda ko'rib yuraylik. Ijro qilib bersangiz ham bo'ladi, Turg'un aka. Ijro aytaman-da. Vaqtimiz 1 daqiqalik qolibdi. Mayli, ketdik. Men senga bu olam chiroyin beray. Falakning yulduzin ham oyim beray. Jahondagi 7 mo'jizani ham yanog'ingizga suray. Buning evaziga kulib yursangiz bas, bizga boshqa hech narsa kerak emas. Bizga ham boshqa hech narsa kerak emas. Aziz teletomoshabinlarimiz, kulib, xursand bo'lib, kayfiyat bilan yurishlarini chin ko'ngildan istaymiz. Hamisha omon-omon bo'ling deymiz. Ana shunday tilaklar og'ushida omon-omonning ushbu soniga yakun yasaymiz. Yana omon-omon kunlarda, omon-omon dasturida didorlashguncha omon bo'ling. Omon bo'linglar.